ushbu loyiha Namangan viloyati Uch tumanida Yangi hayot mavqeida 27-67-27-68 konturlarda Benazir Iqbol Mirzo tomorqa xizmati lider tadbirkorimiz tomonidan 25 sotuvdan 75 ta o'sha ijaraga yer olgan yoshlarni qamrab olib, o'shalarni yerdan foydalangan holatda ularga o'sha agrotexnika xizmatlari, urug' xizmatlarini taklif etib, o'sha hosili yetishgunga qadar bo'lgan jarayonni o'z nimasiga qamrab oladida, kelgusida yetishtirilgan hosilni o'zi sotib olib, aholini ish bilan ta'minlaydi. Hozirda bu 15 gektar yerda 75 ta yoshlarni ijaraga olingan, 40 ta ish o'rni yaratib, o'sha dehqonlarning ish bilan ta'minlangan. Bu ko'chatlarimiz o'sha vakmak ekilganda urug'lari, shirin makka jo'xori, eksport bor. Hozirgi kunda o'sha agrotexnika xizmatlari dorilarni solib, o'sha suv qo'yadigan holatlarga yetib kelgan. Hozirda Benazir Iqbol Mirzo tomorqa xizmati rahbari Humoyin aka tomonidan o'sha agrotexnika va mineral o'g'it yetkazib berish xizmatlari uzluksiz ta'minlab, ko'chatlarning parvarishiga e'tiborli bo'lib, hozirgi kunda shu holatgacha olib kelindi. Yomg'irli ob-havo bo'lganligi sababli hozirgi kundagi yer holati nam sababligi uchun hali agrotexnika holatlari ish boshlanmadi. Xudo xolasa, kunlar isishi bilan ketma-ketlikda bosqichma-bosqich agrotexnika ishlari olib boriladi.